aka Besimbek. Mana shuni qo'ydingmi uka? 5 million 500 ming? 5 million 500 ming so'mdan ketdi aka mana shular. Tez aloqaga chiqish olsin. Barakasini bersin aka, maza qiling. 4,5 millionga uni egizachini qo'yib yubordingmi? Ha, 4,5 million so'mga egizach qo'yib berdim aka. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni qo'llab-quvvatlab, har safar chiqqan videolarimizga like gumbillat bosayotgan akalarimiz. Akalar, inshaalloh bugun sovliq qo'ydi, bo'g'oz qo'ydi. Ona bola qo'ylarning narxini juda ham arzon narxda qo'yib beraman. Siz aziz obunachilar uchun kanalimizda qo'yib borayotgan narxlarimiz yoqsa, kanalimizga obuna bo'lib, bittadan qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar akalar. Inshaalloh bugun labzimni ustab turaman aka. Video davomida o'z obunachilaringiz o'zlarini ko'zlarimdan ko'rishadi. Narx arzon bo'lsa, kommentariyaga otangga rahmat Bekzodbek gazini bosib yozasizlar akalar. Akalar, sizlarga ham yangiligimiz bor inshaalloh. Ertamanda bugun chorshanba bitta qo'yimiz 2 dona qo'chqor tug'ib berdi. Akalar, 4,5 million so'mdan qo'yaman degan qo'ylarimni ichidagi qo'yim egzakchi tug'ib berdi. Keling aka, bitta ko'rsatib qo'yaylik mana. Aka, Xudoyim beramansa ichib olamas. Xudoyim beramansa ichib olamas. 4,5 millionga sotaman degan qo'yimning narxi aka avtomatik 8,5 million 9 millionga aylanadi. Sizga ham xuddi shunaqa shunday foyda qilaman desalar, akalar, mana shu kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yinglar. Qo'ydi narxini bekarga qilib beraman sizlarga. Hurmatli obunachilar, yana biz o'sha yangi lokatsiyaga yetib kelganmiz, ya'ni Bekzodbek arzon tushganmiz qo'y firmasidamiz. Assalomu alaykum Ismoilus kanali obunachilari. Aziz kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Xudo xolasa bugun 21-yanvar hafta kuniga chorshanba 2026-yil. Barchangizga kun xayrli va barokatli bo'lsin. Akalar, vaqt ayamay bosib turasiz, qo'llab-quvvatlab turasiz. Bugun narx-navolar juda ham arzon chiroyli narxda. Bugun Bekzodbek ukamiz bilan birgalikda qo'yib beramiz. Akalar, oldi meva berishni boshladi. Mana ko'zimiz bilan ko'rdik. O'zim yetib keldim, syomka qilishimizni oldin shu mana egizak bolasini tug'ib O'zim aytdim-da, endi sal bilganimiz yo'q edi obunachilar. O'zlari kelib ko'rib qoldilar. Bekzod qo'yib tug'yapti ekanlar. Mana akalar, so'z isboti bilan ikkita qo'chqor tug'ib berdi akalar. Xudoyim sizlarga ham xuddi shunaqa barakasidan bersin. Bitta narsani olishdan oldin Xudoyimdan so'randa 1000 so'm olayotgan bo'lsangiz 2000 so'm deb bersin Xudoyim. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka, birinchi partiyamizga soni sanaveramiz. 24 dona aka. Hammasida xos inshaalloh bo'g'oz. Ke, metr debchi. Bobur aka, qo'yimda keyin yana bir narsani aytib ketaylik. Bu dalavach. Bu dalavach. Unaqa darajada aytsamiz emas, yemaydigan qo'ymas aka. Lekin mana men bekarga metr tushamadim. Shu bugun aka isboti bilan dalavach ras qo'yib purushlik qilib, yo'qsam qo'yib boqaman deb pulni ko'paytiraman degan akalar hech qachon semiz qo'yni olishmaydi-da. To'g'ri. Yetarliroq qo'yni olib, chiroyli qilib effektini olib, foydasini qilishadi aka. Inshaalloh bu qo'y semirtirib qo'ysangiz narxi avtomatik 8 millionga aylanadi. Ke, ushalmading bitta qo'yni ham. Hurmatli obunachilar, asoschi qo'ylarimiz oyoq qo'li nihoyatda uzun. Bu qo'y stoykasini qarang, chiroyligini, janovarni mana aka. Qo'lingga kirgani shu aka, qo'lingga kirgani shu. Keling. Bismillah. Eng asoschi aka, metrda mana buni aka. Hop, biridan mana metrda boshladik tortishda aka. Mana aka bo'yi 90 sm mana aka. Qo'y zo'r aka. Bo'yi 90 sm. Bularni hammasini ham aka bitta shogirdimiz yo'qligi uchun maktabga ketib qoldi. Shuncha aka ozgina syomkaga ahamiyat bermaysizlar. Asosan qo'yga ahamiyat beringlar akalar. Chiroyli qilib mana. Qo'yni bitta oling aka. Oldi 90 sm, eng pasti ham 85. Eng pasti ham 85. Eng maydasini ushlatchi bitta. O'zi ko'rinibdi. Mana mash qo'ydi shu. Ushla, arash bo'ldi. Ke. Men to'sib turaman. Bobur aka endi eng asosiysi akalar qo'ylarimiz mana biz ham toza kashdan, eng asosiy holati yaxshi, spesifik. Shuni ham ko'rsatib qo'ychi ota. Zo'r ekan akalar. Shi ham ektish. Aka bugun ektishdan 4 tishgacha qo'yamiz. 6 tish mana aka, eng pasti ham 83 ekan aka. Zo'r bo'ladi. Akalar, qo'ylarimiz juda ham yaxshi qo'ylar ekan. Eng asosiy sog'lom, diki oxi o'ynoqlab turgan qo'ylar akalar. Olib, maza qilib qo'yib olaman, ko'paytirib olaman degan kunlarimiz bo'ldi. Bezovda quvaman. Qo'yib olaman, ko'paytirib olaman degan aka-ukalarga oshnoqonlarga tavsiya qiladigan qo'ylarimiz. Bekzodbek buni yeb ichariga kafolatimiz bor aka. Yeb ichariga xudo xolasa bir haftaga kafolati bor. Jon Allohniki aka. Yemasa, ichmasa, yo'tal bo'lsa, kasal bo'lsa, qo'rimga olib kelishadi. Barter hisobida almashtirib berishga imkoniyatimiz bor. Inshaalloh almashtirib beraveramiz. Bu qo'yni masalan shu bugun olib kelib, ertaga yo'qolib qoladigan bola emasmiz aka. Bozordan olishgan yo'q, uydan olishyapti. Ana shuning uchun aka hech qachon qo'qishmasin. Inshaalloh aka birovni aldamaymiz. Aka almashtirib beraman, yemasa ichmasa o'zimga kafolat. Zo'r. Akalar, sariq qo'yish qo'zlarga sariqlarni ham zo'rlardan bo'lgan, qarang jonivorlarni. Eng asosiysi aka buni narxida.
Narxi har doimgidek Bekzodbek ukamizda arzon Arzon bo'lgan. bo'ladi aka. Bundan buyoq ham arzon bo'ladi. Ko'p aka, ko'p ozgina yelin qo'zg'ab qo'ygan. Yelin qo'zg'ab qo'ygan. Bu aka Qirg'iziston talasni qo'ygan aka. Talasni qo'yib bilasiz. Hop, ularda aka dala kengchiligi uchun ular yem berishmaydi. Asosan ash erta borga chiqsa o'zini o'zi sekin semirtiraveradigan qo'ylar. To'g'ri. Aka agar bu o'zimizda sharoitda agar boqiladigan bo'lsa aka bu qo'ylar minsangiz oyog'ingizga tegmaydigan bo'lib ketadi. Suyagini ko'rib turibsiz. Qo'ydi aka suyagiga pul bersin. Suyagiga, kattaligiga pul bersin aka. Dangalyapti. Qo'ydi bo'yini ko'ryapsiz. Eng kattasi 90 sm, kichkinasi ham 83-84 sm chiqyapti aka. Bekzodbek endi buni asosan nechinchi qoringa aytamiz? Aka, birinchi, ikkinchi qoringa bo'lasiz. Asosan birinchi, ikkinchi qoringa Ikkinchi, bo'g'az to'rtinchi aka. aka. Ikkitish, to'rtinchi qo'ylarimiz. Xudo xolasa olib uzoq yil bolasini ayiraman. Mana mashlatishini ochib ko'rsatib qo'yasiz. Sariqlar. Mashq qo'yam, aniq ekitish bo'lsa kerak. Aka, ko'p ekitishmaydi. Ekitish mashq qo'yam aniq. Ochov, qo'lingga kirgan o'sha ochov uka. Shular, buni ham ko'rsat. Qani? Keling bor. Ekitish, xo'p. Kelavering. Mana mana shu yerda 3 ta shuni shug'ullanamiz. Kel baqa, kel mana eshitamiz shuni. Aka. Mana janavorlar aka. Qani? Yuzini olib qo'ying, yuzini aka. Mikrofonim tushib ketib qoldi aka. Ekitish, hurmatli og'aylar, ekitish qo'ylarimiz eng qismi. To'rtchi ekan. Behijolat, ekitish 4 ga beramiz. Oxligini. Qo'ylarda aka, o'ylab qolishmasin. Inshaalloh aka. Asosan ekitish 4 ga olishadi. Keyin aka buni boru uzoq yil bolasini olaman degan obunachilaringizga bu qo'y tavsiya qilaman aka. Mikrofon taqib olamiz a. Mikrofon tushib ketganlik sababi mikrofon taqib olmasak ham bo'lmaydi. Endi sababi shitirishtirgan neto ovozlar sizga bormasin. Qo'ylar ichini ko'ryapsiz, ikkitish, to'rtish, yosh qo'ylar, oyoq qo'lni ham ko'rdingiz akalar. 90 sm, 85 sm nari berdagi qo'ylarimiz. Eng asosiysi buni Bekzodbek narx-navosini ham aka bugun. Aka, narxini juda arzon qilib beraman. Mana keling. Paketni ko'rsatib ketayman. Mana sariq qo'yimni oling aka. Hop. Mana shunaqa sariq qo'y bo'lsa, mana shunaqa sifatdagi bo'lsa, ko'ring, hammasini sifatasi bir xil. Mana shunaqa holatdagi bo'lsa, narxi 7 million bo'lyapti aka. Dangalyapti, uni yashash kerak yo'q. Keyin mana sariq qo'yimdagi qo'yim bo'lsa, ham 7 million bo'lyapti narxi. Qarang aka, yana bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Keyin aka, mana sariq qo'yimdan kerak bo'lsa, mana oq qo'ylari mana monolari aka kuchli-da kerak bo'lsa aka. Buni suyuq demayman aka. Buni 30 tasini olganman. Buni ichida mana 7 ta maydasi bor edi. Buni oxirgi partiyaga qo'yamiz mana aka. 7 ta maydasi ham bu yerda ichkarida turibdi aka. Dangalyapti. Buni saralab qo'yganman. 24 ta zo'ri, yaxshisini olib qo'yganman aka. Xudo xolasa. Obunachilaringizga beraman, xudo xolasa. Arzon qilib beraman. Mana zo'rini ham arzon narxda beraman. Xudo xolasa. Bekzodbek nech pul bo'ladi uka? Endi narxini ham bitta to'xtalaylik narxiga. Aka 6,5 million, 62, 63 emas. 6 million emas aka. 6 million emas. Keyin qo'lingizga bering. Aka 6 millionga 200 mingdan kam berilsin. Arzon olganman, arzon sotaman. 5 million 800 mingdan bunaqa qo'yib chiqqan yo'q. Xudo xolasa Bekzodda bo'ladi bunaqasi. Arzoni Bekzodda bo'ladi aka. Ismoiluzda bo'ladi. Gap yo'q. Bekzodbek qara, doim padishka desam. Tushunyapsan? Seni obunachilar shunday qattiq padishka qilishadi, qo'llab-quvvatlashadi. Nimaga? Narx cho'li qo'yib berganliging uchun. Arzon sifatli qo'yganliging uchun. Keyin qo'ying qo'lingda qolib ketmaydi, bilasizmi? Nimaga? Yengil qo'yasan. Bo'ldi, gapni eshiting aka, qarang. Asli inshaalloh aka, Xudoyim bizga ham bersin-da. Obunachilaringizga ham bersin. Ko'p qatorda aka hammamizga bersin. Shunday. Buni qo'ydi aka, hammasini 24 tasini bir joyda olaman degan odamga eshiting aka narxini. Doniga tanlab olgan 58 dan. Hop. Yoqqonni olsa 58 dan. Men aralashmayman. Endi qo'yamga kelishadi. Men mana shuni olaman, mana shuni olaman. 4 tadan 5 tagacha, bittadan 5 tagacha, bir donadan 5 donagacha yoqqon tanlab olishadi. 5 million 800 ming so'mdan aka. Optim olishadi 5,5 milliondan aka mana. Bor baraka. Optimiga 50 ming 100 mingdan tushmadimmi aka mana? Zo'r. 56, 57 desam ham qo'yim 6 million desam ham ichida arziydigan qo'ylarim ko'p aka ichida. Mana aka obunachilaringiz mazza qilsin. 5,5 milliondan aka hammasini sotdim aka mana. Mazza qilsa olgan odam aka. Bir joyda lekin aka, ammo ichidan bitta-ikkita chiqaraman deyishmaydi aka. Hurmatli obunachilar, men bitta narsani tavsiya qilaman shu joyiga. Imkoniyatingiz bo'lsa, sharoit bo'lsa, hammasini 24 tasini bir joyga olib boqing. Xudo xohlasa 2 oyda yaxshigina rezultatni ko'rasiz. Xudo xohlasa aka. Oyoq qo'l uzun, qo'ydi yoshi yosh bo'ladigan narsalar. Eng asosiysi akalar xudo xohlasa mana oldin meva tug'yapti-da. Yana bir narsa aytaman, qarang. Uylariga boradi, 80 sm chiqqan qo'yga handib turing. Yana 200 dan o'tdim. Voy maşallah. 80 sm uyingizga boradi. Onlayn orqali oladigan bo'lsangiz, uyingizga bor, uka, ichida 2 tasi yoki 3 tasi yoki 4 tasi yoki 5 tasi 80 chiqdi deysiz ham handib turing. 200 dan o'tdim mana, labz. Asosan qo'yim 85, 90 sm gacha qo'ylar. 85, 90 sm qo'y, 5,5 million hali eshitganim yo'q. Mana aka olishsin.
Arzon olganmi, arzon beraman obunachilaringiz aka. Kamiga tishi ham 2 tish 4 tish aka. Tishini ham och ko'rib olishadi, hammasini aka. Xudo xolasa aka, tish qo'ya olmoqchimisiz, tavsiya qilaman. Zo'r qo'ya olaman degan aka-ukalarga, do'stlarga videolarimiz maksimalni jo'natib, qo'llab-quvvatlab qo'yasiz. Akalar, naqsh roli bo'ldi. Sizga ma'qul keldimi? Bo'ldi. Bosing, bitta like bosib qo'ying. Hozir bosib qo'ying aka, bitta like uchun urib qo'ying. Kommentariyga o'zingiz fikringizni yozib qoldiring aka. Bizdan uzoqlashmang. 5 million 800 million olaganingiz tanlab oling. 5,5 million so'mdan akalar optim bir joyga dastlabkasi vodiy bo'ylab Samarqandgacha besplatni qilib yetkazdirib beriladi. Yig'moq ichmog'iga bir haftaga kafolati bor. Yemasa ichmasa almashtirib beradigan imkoniyatimiz bor. Eng asosini aytaymi aka, qo'ylarda esa bironta kasal kuchani ko'rmayapman. Chunki chehralari ochiq, o'ynoqlab turgan, dingillab turgan sveji dan qo'ylar ekan. Imkoniyatdan foydalanish kerak ekan. Uylariga boradi, qo'y uylariga yetib borgandan keyin xohlasin qanaqa o'zlari qo'ylariga qanaqa yemashab berishayotgan bo'lsa, liba yemashatib berib ko'rsin. Yemagan qo'yam meniki. Mashalloh. Behijolat yeb ichishga uylariga borgandan keyin yana sinab olishaveradi aka. Mana sizga qo'ydi zo'ri, mana sizga. Bizda aldov bo'lmaydi aka, xudo xolasa. Akalar, Ismoil Sariq uchun maxsus aka. Obuna bo'lib qo'ying. Albatta obuna bo'lib qo'ying, like bosib do'stlarga videolarimizni maksimal jo'natib qo'ying. Bizdan uzoqlashmang aka. Oldinda partiyalarimiz bor. Meva berishni boshlagandan degan aka-ukalarimizga mana akalar. 3 ta ona bolasi bor aka. Ichida 3 ta. Hop. Ikkitasi qo'chqor, bittasi sog'liq aka. Ikkita qo'chqor, bitta urg'och tug'ibdi mana akalar. Eng asosiy soni nechta ozbekda? Soni aka buniki 10 dona, shogird. 3 ta ona bola, 7 ta bo'g'oz. Akalar soni 10 dona, 10 tasi. Bolasini qarang, katta bo'lib qolgan. Mana shu ham ketadi, ha, ketadi, ichida ketadi. Ichida ketadi akalar, mana arzon qo'ya olaman degan aka-ukalarimiz ma'lumotni to'liq eshitib turing. Keyin shuni telefon qilishga shoshilasiz aka. 10 dona nechinchi qoringa aytamiz endi bular? Birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa bo'lsa. Aka, hop, bitta mana monomiz 3-chisini tug'di monosi aka. 3-chisini tug'di. Hop, mono qo'yimiz 2-chisini tug'di aka. Bunisi aka 2-chisini tug'di bu ham. Hop, qarang, 2 tish, mana hammasini tushunalaman. 2 tish aka. Hop, mono ham aka 2 tish. Mana monosi ham 2 tish aka, ko'pimiz 2 tish aka. Mana 4 tish. Aka, hammasini aka behijolat uyga borib ko'rashaveradi. 2 tish, 4 tish. Bitta ona bola qo'yim bor, lekin yana bitta bo'g'oz qo'yim bor, u aka 6 tish. 6 tish, ha. Qolgani o'zi 2 tish 4 tish aka. Akalar qo'ylar o'zi yoshlik ko'rinib turibdi, keyin rangi toza qo'ylar ekan. Olib boqib ko'paytirib olaman, qo'yib olaman bu degan aka aka-ukalarga tavsiya qiladigan qo'ylar bular endi. Uzr gapingizni bo'ldim. Bu aka ikkinchi partiya Tojikistonni qo'ydi, birinchi partiya Qirg'izistonni qo'ydi. O'zlari ahamiyatini berishaveradi. O'zi ko'rganda bilinib turibdi-ku. Hop, Bekzodbek endi buni yeb ichariga kafolatlari bor buni ham. Aka yeb ichariga sinov garantiyasi. Uzr obunachilar. Sog' bo'l aka. Kelib qoldi endi. Gripp edimda aka. Nechta qo'yib beramiz Bekzodbek? Arzon qo'yib beraman aka. 3 ta ona bolasi bor. Hop. 3 ta ona bolasi ham ichida ketaversin. 7 ta bo'g'oz qo'yga pul berishadi aka. 10 ta qo'yga pul berishadi. Bo'g'oz narxi. 3 ta bolasiga pul berishmaydi. Bo'g'oz narxida ketaversin aka. Qo'lingizni bering, bitta narx aytaman. Aka, ishonavering, bunaqa narxda qo'y sotilmagan. Ona bola qo'ylarim aka avtomatik 7 milliondan narxi. Endi aka eshiting. 6 million demayman aka. 10 tasini bir joyda olganlar. Ko'ryapsiz. 6,5 million, 7 million sotilyapti o'zi. Shunaqa bo'g'oz qo'ylar. To'g'ri. Shunaqa bo'g'oz qo'ylar 6,5 million, 7 million sotilyapti. Aka, sizning kanalingizda qo'ylarimni tugatish niyatida sotyapman aka. Dangaliga bilasiz. Ozgina haligimiz bor. Shu bilan bir 2-3 kun aka sal dam olamiz. Uyda ozgina ehsonimiz bor aka. O'shaning uchun bitta tugataman aka. Bo'ladigan narxi 3 ta ona bolasi ichida 10 tasini bir joyda olaman degan odamga aka 5 million 800 dan. Bor aka, mana odam mazaqsin. 5 million 800 mingdan 10 tasi ketdi aka. Ichida 3 ta ona bolasi ham. Mana aka. Mana. Ko'ring, mana bu qo'chqor o'zi. 3 ta ona bolasi ham ketdi. 2,5 million ash qo'chqordi o'zi aka. Kamida aka. Uni ham zo'r berib turganlar qarang. Buniki sovuq. 5 million 800 ming so'mdan aka 5 ona bolasi ham ketdi. Bolasi ham ichida ketadi. Bo'g'oz narxida xudo xolasa oling, maza qiling. 62, 6 million, 6,5 million yo'q. 5 million 800 dan imkoniyatdan foydalanib do'stlarga maksimal jo'nating. Siz hozir qo'ya olishga imkoniyat yo'qmi aka? Xudo xolasa sizda ham bo'ladi. Bobur aka bersin Allohim. Lekin do'stingizga jo'natib qo'ying, olish imkoniyati. 10 tasini olaman deganga 5 million 800 ming so'mdan. Ona bola 3 ta ona bolani o'zini olaman desa aka, bo'ladigan 6,5 dan berib beraman. Bo'ladigan. Bo'g'ozdan tanlab olaman desa aka, tanlab olish, bunday qilaylik. Tanlab olish, mana shu bo'g'oz ichida aka 100 ming so'm plus 59 dan. Optim olganga aka, optim olganga mana. Aka, mana ikki oyog'imda, mana ikkala, ikki oyog'imni bitta bo'tigimga tiqib olmayman aka. Bo'ladiganini aytaman, boshqa so'rashmaydi. O'sha narxga sotaman lekin 5 million 700 ming so'mdan aka ketdi. 57 dan. 57 dan.
Voy aka, Bor ekan aytdim sen. men sizga, bugun telefon chaqirayotganda aytdim. To'g'ri. Bugun shunday video qilaman aka dedim-ku. Arzon qo'yaman dedim mana. 3 ta ona bolasi, 7 ta bo'g'oz qo'yim 5 million 700 mingdan ketdi. Ona bolasi ham ketaveradi. Ona bolasi ham ketaveradi. 5 million 700 ming so'mdan ketaveradi aka. Akalar, mana ona bola qo'ylar, mana 6,5 ga uncha bozorda ham yo'q aka, mana bu bolasini qarang. Aka, bizda bo'ladi inshaalloh. Bu aka Kelishsin. to'g'ri tushungan, to'g'ri qabul qilgan Narigina aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz-da buni. Va shedek ekan. Bosing. Aka, maza qilasiz. Arzon mana shu qo'y tavsiya qilaman. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'ring. Like yozsa bitta like mixlab qo'ying. Aka, hali oldinda shoshilmang. 4 million 500 ming so'mdan biz sizga bugun 4 million 500 ming so'mdan akalar, qo'zi bunaqa barra qo'zi narxida ham sizlarga qo'yib beraman. To'qli qo'y ham yo'q, 4,5 million so'mdan. Ko'ryapsiz, 5,5 6 chiqarishyapti to'qli qo'ydi ham. Akalar, ikkishga yaqin mana bittasi tug'ib ham qo'ydi, 4,5 million qo'yimni ichida qo'yib, mana tug'ib ham qo'ydi. Buni video davomida ko'rsatib ham ketdi akalar. 4,5 milliondan qo'yaman degan qo'yimni ichida bittasi egizak ham tug'ib berdi. Inshaalloh bu niyat akalar, niyat xolis qilinglar. 4,5 million so'mdan qo'yim bor. Ularni ham sizlarga beraman inshaalloh. Bizdan uzoqlashmang aka. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa keyingi partiyamizga akalar o'sha narxi arzon, qulay dedan so'ragan aka-ukalarimiz. Bu qo'ylarda aka o'sha toqqa haydayman degan aka-ukalarimiz, cho'pon akalarimizga ham tavsiya qilamiz, chunki bular hali anchagina yosh qo'ylar ekan jonivorlar. Hammasi ektish aka. Hammasi 12tasi ektish, narxi ham bomba bo'ladi. arzon bo'ladi. Kim bo'lib Qirg'izistonda qo'ya aka, Qirg'izistonda qo'ya. Yosh qo'ylar. Maza qilsin aka og'oda. Xo'p, 12 dona soni. 12 ta soni. 12 dona birinchi. Hammasi ektish, birinchi qoringa da xolsa bo'g'oz. Mana aka tuv berdi-yu. Mash qo'yim ham ektish qo'yim aka, egizak tuv berdi. Birinchi bolasi egizak aka. Ana. Eng asosiysi shuning uchun shuda. Aka, yana bitta bomba qilaymi? Yana bitta bomba qiltashaymi? Aka, hamma qo'yimda odamga bor-ku. Hamma qo'yim, mana shuni hammasini odamga. Mana aka labzim labz. 13 ta qilib uylarga jo'natib beraman. Menga bu qo'ydi foydasi kerak emas. Uyimda tuyaptimi aka, foydasi kerak emas. Egizakchi qo'y. Egizakchi qo'yim ham mana shu 4,5 million qo'yimning ichida ketadi. Labzim labz aka. Lekin 1000 so'm pul so'rashmaysizlar akalar. 1000 so'm pul so'ramaysizlar. Mana men martman akalar. Martman. 3,5 million mash qo'ydi hozir aka 2 kun qarasam 3,5 million foyda qilaman-da. Dangaliga. To'g'ri. Foyda qilmayman aka. Ash obunachilaringizga ketsin. Maza qilsin odam. Ash uni egizak tub bergan qo'yimni ham ketdi ichida aka. Bor beradi. 4,5 million so'mdan soni 13 ta. Bitta egizakchisi bor aka. Aka 4 million 500 ming so'mga mana egizakchi qo'yam ichida ketdi aka. Olib maza qiling. Barakasini bersin, Alloh barakasini bersin aka. Maza qiling. Mart bo'lsa shunchalik bo'lar aka, mana qarang. Tug'di mana o'ziga Xudoyim bergan ne'mat endi olib haqiqatan ham 9 millionga yoki 8,5 million 9 millionga video addini qilib chiqarsa ham bo'ladi. Yo'q. Egizak qo'ydi narxini ham yozib ketsin-da endi kommentariyangizga Bobur aka. Mart o'ynayapti aka, to'g'ri. Kommentariyangizga yozib ketsin mana. Oppoganim yo'q akalar. Oppoganim yo'q. Uni uyimda 2 kun qarasam mash qo'yim narx avtomatik 8,5 million 9 millionga indilar. Akalar, o'ynashlar foydasini qilinglar. Xudo xolasa. Qilinglar mana akalar mana 4,5 million so'mdan mana ketdi ichida bitta egizakchi qo'yim ham. Barakasini bersin aka. Arzon bo'lgan bo'lsa haqiqatan arzon deb ochiqcha yozing, haligi dilxiralik bo'lmasin. Ochiq ko'ngillik bilan, toza qalb bilan aka yozing. 4 million 500 ming so'm egizak tuqqan ikkita bolasi qo'chqor. Birinchisiga egizak tug'ib bergan ona bola qo'yam ichida ketdi bonus tariqasida 4 million 500 ming so'm. Bekzodbek endi mayli bir tanlab olsa, 4 ta 5 taga pullari bo'lsa, Emin egizak qo'ydi, o'zini olaman deb hamma qilib qo'yishmasin. Endi unga uni o'zini 4,5 million qilib bermayman. U qo'ydi o'zini. Akalar hozir sotmayman. U ozgina chunki qaror qilish kerak-da. Bu qo'ydi olaman degan odamga ham hech bo'lmasa bir uyimda 2 kun ushlab turib, keyin uylab berib beraman aka. Dangali ham. Chunki bunday holatda hozir berari bo'lmaydi. 2 kun qarab beraman. Akalar qarab berish mendan. Hop. 5 ta olamanda uka, 6-chisiga egizak qo'ydi qo'shib olaman deysiz aka. 5 million so'mdan berishadi. Ketaveradi. 5 million so'mdan berishadi. Ichiga 5 ta mol ichidan tanlab olaman. Egizak qo'ydi olaman 6-chisiga deysiz 5 million so'mdan. Ketaveradi. Egizak qo'y kerak emas, uni qo'ydi olaman degan odamga mana 4 million 600 ming yoqqanni olsa aka mana. 100 ming so'm pulsiz. 100 ming pulsga 4 million 600 ming so'm yoqqanni olsa tanlab xarid qilsangiz bo'ladi aka. Imkoniyatdan foydalanib do'stlarga maksimal videolarimizni jo'natib qo'yasiz. Qo'llab-quvvatlashda davom etasiz. Mana shunaqa yaxshilarni siz aziz obunachilarga biz ko'rsatib boraveramiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Nimagaki? Chunki bizda bir 75-76% inson umuman obuna bo'lmasdan kuzatasizlar. Kuzatayotganlaringga ham rahmat. Ko'rayotganlaring uchun ham rahmat aka. Faqat shu obuna bo'lish tugmachasini bitta bosib qo'ying. Ekranni burchagiga turibdi. Yoki sizda podpisatsiya chiqishi mumkin ruschalab.
Shuni ustiga shuni bosib qo'ysangiz bo'ldi. Biz chiqarayotgan videolar siz aziz obunachilarga birinchilardan borishligi uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Aka, like-ni albatta bosing. Ochiq ko'ngillik bilan. Bizdan ustaylik. 4,5 ga darim bo'ldi mana qo'ydi aka, maza qiling. Hurmatli obunachilar, shu bilan videolarimiz o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog'-omon bo'ling. Alloh javoringizga, umringizga baraka bersin. Dek. Mana shuni qo'ydingmi aka? 5 million 500 ming? 5 million 500 ming so'mdan ketdi aka mana shular. Tez aloqaga chiqish olsin. Barakasini bersin aka, maza qiling. 4,5 millionga uni egizashini qo'yib yubordingmi? Ha, 4,5 million so'mga egizach qo'yib berdim aka. Barakasini bersin. Akalar, salomat bo'linglar. Arzonchi Bekzodbekdan anaqa yaxshi videolar kutib qolaverasiz. Ismoilimiz xalq uchun maxsus. Ismoilimiz kayfiyati. Salomat bo'linglar akalar.